Assalomu alaykum hammaga. Yangi ish boshlaganmiz Xudo xolisa. V9 Ultra olib qo'yganmiz. Bu mashinada nima muammo bo'lyapti desanglar, bu mashinada benzinni hisobiga porshillar yopishib qo'ygan. Porshillar ko'rishingiz holatini. Chaqich bo'lib yopishib yotibdi. O'shani hisobiga bu mashinani moyi qorayib ketgan. Vashsha qop-qora dizel motorli moyga o'xshaydi. Xudo xolisa buni benzinlarni almashtirib, porshun ko'rsa klapanlarini tekshirib boshqatdan hammasini yengi qo'yiladigan yengi qo'yib yig'ib beramiz. Mana galovkasi. Xudo xolisa bir tilkala qilib boshqatdan yig'ib beramiz. Moy mana shu holatda bor. Kecha quyilgan chiqilli moy. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar.